Bugungi ko'rsatuvimizning ilk qatnashchisi mana shu xonadonning mezboni Otajonovlar Javlonbek. Tikoni olib bizda yandan kesiblar va hadiya chiqarsak ekan. Hozir Ben yazmasa ona deymiz uni. Gaha unday bu hayat. Kimler sabır kılar, kimlerdir feryat. Gaha unday gaha, öz kadrını yerge urvanın kılar. Bendege Javlonbekning kalamına mı? Başta elde gap bulup hemen bana çep bulup gıybetçilerinin gapi gittiğinde dep bulup dedi da qarın sözü. Bu nerse hem aslı bizlerde halkımızdan ağızdan ağza ötüp kigen farklı onu koşukta bu. Ya, folklor yol. İshak yönelişinde ben bu narsani qovunga urg'u berdim. Bilasiz bizlerde Xorazmning qovunlari dünyaya meşhur. Hamma biladi. Mazası, gurveklerimiz misal üçün bu kaç yıldır bir qovunni alsak ham dünya biladi bunu. Çünkü Kimler bunun mazasını, şirasini yeyip şuna endi ishaqni yozdim da. Javlonbekning kalamına mı? Başta elde gap bulup hemen bana çep bulup gıybetçilerinin gapi gittiğinde dep bulup dedi da qarın sözü. İdeyasına mı özü qiladi? Jiginden mi jiginasi? Bak men hiç başsam şunu duyardım. Savcıla eşik kakıp geldi mulayım bakıp şu gün miyemni çakıp verecekler Recep Baya diyeyim ben de ne aytadı o şimdi? öz kadrını yerge urvanın kılar. Bendege yalvarma, Hudağa yalvar. Hiçbir beldesine naila gitmesin. Bunda yıl toksamanda av gitmesin. Özüden özgeye muhtaç etmesin. Bendege yalvarma, Hudağa yalvar. Kolundan gelecek nasihat menden, Allah'tan suraşlı kılmağı kende. O hem senin kebi aciz bir bende. Bendege yalvarma, Hudağa yalvar. O hem senin kebi aciz bir bende. Bendege yalvarma, Hudağa yalvar. Bendege yalvarma, Hudağa yalvar. Assalomu alaykum san'at shaydolari. Mana biza jamoatchilik tarmoqlari orqali yangi bir ko'rsatuv tashkil qildik. Xudo xolasa ko'rsatuvimizning nomi Zoyibona mehmon. Sizlarning oilalaringizga, xonadoningizga jamoatchilik tarmoqlari orqali g'oyibdan mehmon bo'lib kirib boramiz. Bugungi ko'rsatuvimizning ilk qatnashchisi mana shu xonadonning mezboni Otajonovlar Javlonbek. Quvondik Otajonovlarning oilasida hozir vaqtda biza mehmon bo'lib turibmiz. Otajonovlarning ijodida keyingi mana jamoatchilik orqali ko'p muxlislarga ega bo'lgan Quvondik ukamiz. Mana biz hozir shu oilada mehmon bo'lib turibmiz. Shu ko'rsatuvni shu yerdan yozib boramiz.
Xudo xolasa. Javlon Bey, bu Evet. she'r yozish qachon sizda uyg'ongan shu nimasi? Şiir yazış esasen yaş vaxtlarında bir şiir yaş vaxtlardan bo'lgan, lekin keyinchalik yosh o'tgan sayin bir shakllangan bu. Buna o'zimiz ehtiyojimiz tushib, buni san'atkor bo'lib, bir para şiirlerden bir qoniqmagandan keyin aslında o'zlarimizda shakllanib bordi-da bu narsa. Lekin yoshlikda o'zim bir qafiyali bir narsalarni, şiirlarni yozib, ko'p emas 4 qator yozib birovlar aytib berib berdim jo'ralarga, nelarga. Keyinchalik shakllandi o'zimiz ehtiyojimiz tushgandan keyin bir o'zim ham ashulachi bo'lganman, xalq xizmatida bo'lganmiz. Bir nima deydi? Bir şiir olmaga borasiz, bir ko'ngilga o'rnamaydi-da. Qayerda o'zgartiring desang, birovlar narsasi keyinchalik o'zim bir harakat qilib ko'rib, aslı shundan shakllandi-da, bir yoshlikda bo'lgan asli. O'zlarimizda. Shu şiir yozish. Shu tuyg'u keyin uyg'ongan. Keyin bir shakl o'zlarimiz shakllantirmaganmiz, harakat qilib ko'rmaganmiz. Qachonki o'sha narsaga bir ehtiyojing tushsa, zaruriyating tushsa, keyin boshlanadi bu narsada. Bo'lmasa odam o'zida qanday qobiliyatini borligini bilmay yuraveradi. Endi hozir Javlonbek sizning she'rlaringizni Quvondiq Otajonovdan boshqa san'atkorlar ham ijro etgan, menimcha. Hava endi ko'pchilik san'atkorlar ijro qilganlar hozir ko'p hit bo'lgan qo'shiqlar bor. Men asosan avval bir folklorni yo'nalishda ham ko'p she'rlar yozganman, ashulalar chiqarganman. Asosan bir xalqning ichida bo'lib turgan voqealardan kelib chiqqan holda yozilganda bu narsalar. Masalan, Bunyodda xotinim 3 bolam bor degan ashulasini yozganman. Bunyod Saidov. Bunyod Saidovda. Shu ashula bo'lganki bir ağa bir narsa bir ishlayli siz bilan deb bir keyin undagi norimlarimni yozib berdim. Ko'pincha bir o'zbek xalq kuylarini ashula qilib yozishlardan boshlanganda norimlarimni yozib berdim. Bir kuy yangilar to'yi bazimda, boshqachadir navonazimda, faxrlanishar xorazmda norim kuy chalinsa debdi. Bir ağa bir məsləhətləşik, bir nəzərli qılıyıq, bir konsertimə degan vaqtında şu narsa bo'lamaydiganda adam xursand bo'lib, qabul qilib, bir narsani keyin o'zi aytib chiqib, bir ommaga bir yaxshi bir xalq qabul qildi bu narsani. Keyinchalik ko'p, misol uchun Hulkar Abdullayevalar bilan ishlashaman, ularning ham ashulalarini yozganman. Bitta misol uchun nima desak, shu Berjaklar Rajab Boyadim Eşullasını eng birinchi shunga yozib berganman. Bu Eşullan yozishdan maqsad bir qiz bolalar bir sovchi kelgan vaqtida o'zini ko'nglini o'rnamagan odamga berjak bo'lsalar bir boshdan nolani berib, keyinchalik yaxshi ko'rib qolib, shunday narsalar bo'lganda hayotdan kelib chiqqan holda-da. Albatta. Bu Eşullanni yozish tarixi ham asli shunday bo'lgan. Sovchilar eshik qalqib geldim, muloyim boqib, shu kun miyamni chaqib Berjaklar Rajab Boyadi. Zo'r. Men shu narsadan yozib berganman. Gap yo'q. Endi hozir Javlonbek hozir bizga kelganda eng oxirida yozilgan she'ringizdan shuni muxlislarga aytib bersangiz, ya'ni hajviya yo'lida yozilgan. O aslı bu narsa ham aslı bizlarda xalqimizdan og'izdan og'izga o'tib kelgan folklorni qo'shiqqa bu. Folklor yo'nalishida. Ishoq yo'nalishida men bu narsani qovunga urg'u berib yozdim. Bilasiz, bizlarda Xorazmning qovunlari dunyoga mashhur. Hamma biladi. Mazasi, gurvaklarimiz, misol uchun bu qaysi bir qovunni olsak ham dunyo biladi buni. Chunki buning mazasini, shirasini yeb. Şuna endi İshaqni yozdim-da. Bize bar İshaqni kina barsak, yani bir ashula vardı qadimda. Shu bizlar yosh vaqtimizda bu qo'shiqlarga o'ynab, Hazzetib qovunni yesak, uy anam olib qochsak deydi. Bahorda chiyillarni chekkan, yellari urib habban, her xil qovunlardan bir otiz qovun ekkan. İshaqni kina barsak, hazzetib qovunni yeb, kampiram olib qochsak deydi. Onda yugurib çapsak, İshaqni qidirib tapsak,
qovunni muta bermese pul bilan ağzına yapsak dedi. İshak Joram köp yıllık yok onda ondin kılık qovunni pula berse buzular joraçılık dedi. Qara minnete batı çertekni kurup yatıp bizlere qovun vermi yürüt kuru satıp. Ortada ulu damma bir yanı alahamma bir yanı xiva bişek qovundan qılma muamma dedi. Qovunni vatanı çapıp üstünü sayalap yapıp bizlere qovun berse mazalasından tapıp deb eşir İshak'lı şunu deb yazganman da. Gap buluşu mümkün emas. Endi bunda hecviyen boluş gerek, hakikatan boluş gerek da. Şunda halkka yetip barışı yaxşı buladı. Endi bu mana Javlonbekning she'rlarini Quvondiq ukamiz, Javlonbekning ukasi bir ijodkor, bularning oilasi ijodkor oila. İjod qilib, mana shu muzikalarni bastalab yaxshi ohanglarda chiqarishini yana Quvondiq ukamiz yaxshi bir ovoziga, muxlislarga ega. Endi Quvondiq qachon qo'shiq aytish tuyg'usi uyg'ondi? Masalan, endi bu yo og'angizdan, akangizdan havas qilibmi yoki o'zi boshqa tuyg'u qiziqish bo'lganmi yoshlikdan? Endi bu evvela assalomu alaykum deymiz. Xudo xolasa bugun birinchi son ekan ko'rsatuvning. Birinchi son, ilk son. Ha. Yani berdavom bo'lsin. Shu Xudo xolasa 100-chi sonunda adam shunday maslahatlashib birgalikda zo'r aytib o'tkazib o'tish, sizni tabriklab o'tish nasib etsin. Muxlislaringiz ko'p bo'lsin. rahmat. Kanalga omad tilaymiz. Endi bu muzikaga kirib kelishimizda o'zlarimizni bir muzikaga tashnaligimiz, shu muzikaga ashulachilikqa, muzikantchilikqa tashnaligimizni shu atam sezib, shu bizga sharoit yaratib berganligi, evveldan shu san'at muhitida shu uyimiz baribir san'at muhiti bo'lganda bizlarda. Bundan uchun mendan katta olam san'at bilan, san'atchilik bilan, yana shoirchilik ham san'at yo'nalishida ashulachilik, shu ko'zimizni ochib ko'rgan narsamiz shu bo'lgan. Shunday deb kirib kelganmiz san'atga qiziqish bilan. O'zi sizlarni otangiz yurakdan san'atkor bo'lishingizdan istagan va Xudoy taolo shu istakni vojib qilgan. To'g'ri. Lekin bunga qoyil qolmasdan, Ixlos bo'lganda ixlos. Ixlos bo'lgan. Bunga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ey ötkünçü fani dünya, insanların kayga gitti. Ömrüde bir dert görmegen, dermanların kayga gitti. Oynadı kılıç kemanı, zor bulganlar zamanı. Kılıç kemanı, zor bulganlar zamanı. Titretip ötken cihanı, sultanların kayga gitti. Titretip ötken cihanı, sultanların kayga gitti. Ağzar görüp dert çekmegen, birovga boshini egmegen. Ağzar görüp dert çekmegen,
qoşun yegmegen Yelkesi yerge tegmegen palvanların kayga gitti Küregi yerge tegmegen palvanların kayga gitti Neşkürüne sabır kılgın Zulüm kılıp cebir kılgın Mağrurlanıp kibir kılgın Osmanlıların kayga gitti Kimler ötken minmendigi Kaddan kirip şirmendigin Duç kirgenli yirmendigin Erslanların kayga gitti Duç kirgenli yirmendigin Erslanların kayga gitti Hak rızasına girmegen Halaldan rızkın tirmegen Yaxşılarga gün vermegen Yamanların kayga gitti Yaxşılarga gün vermegen Yamanların kayga gitti Dermanların kayga gitti Sultanların kayga gitti Palvalların kayga gitti Endi şu to'ylarda, yaxshi narsa, shunday joylarda yuriladimi? Qiziqarli bir hangamalı narsalar bo'ladi, Javlonbek. Shunday narsalardan bo'lganmi shunday qiziqarli narsalarda? Endi to'y bo'lsin, boshqa bo'lsin, bo'ladi bunday narsa-da. Endi bo'ladi. To'yda bo'lsin, boshqa vaqtda bo'lsin-da. Hayotda ish qilib. Hayotda bo'ladi. Shunday qiziqarli voqealar bo'ladi. O endi ko'pisi bir ma bir tishajaq bo'lib bir gap aytadi-da, bir kuni bir taksiga mindim. Kelib bir hazillashib endi buni chason bu pul bu deb bir so'rayacaq bo'ladi-da, bir taksiga mindik, o'tirdik. Keyin bir to'yga chiqamiz, nega chiqamiz, pul tiqarlar o kishiga. Bu yerda yirtilib qolgan bir pullar bo'ladi-da, o kishida yotgan. Ki bu taksiga mindik. Taksi aytdi. Endi bir mendan pul olacaqda endi berdim va dedi. Bu pul dedi axir bu ozg'i bu dedi-da. Endi pul ekanligini o'zim bilib turibman. Lekin esa dedim. Bunu dedim endigi safar berermen deb ne qilib ketdim-da. Keyin endigi safar menga vaqtida pul bermadim bu. Keyin pul berdim. Dedim menda dedim maydalik yo'q dedi. Buni maydalab ber dedi-da. Keyin kishani chiqaramdan bir 2 ga 3 ga bo'linib yotgan pul bor desam, men mayda pul kerak bo'lsa sana deb maydalangan deb olib ketdim-da. Keyin safar saat ay gaplab qo'ydi. Endi u ham hazillashdi-da, mana pulda sanini bilmaydi u baribir deb o'yladi-da. Shunda 2-3 bo'lingan pulni berdim. Men sana maydalangan pul kerak bo'lsa deb yana berib tushib ketdim-da. Shunda yana shunday qiziqarli voqealar bo'lgan. Odamlar jo'ralar hazillashyapti-da. Yaqinda bo'lgan bir gurung bor-da. Endi gurungni gurung ochadi deydi u. Bolalarga aytdim, bizni katta bolam 3-sinf. Balam dedim. To'yga ketamiz dedim. Hamma narsani sal dedim mashinaga dedim.
iPad'ni sal, pulta, tar, hamma narsani sal dedim. Hamisha o'zi soladi-da, men endi shunga arqayim bo'lib qolganman-da. Yaxshi aka dedi. Ketdik to'yga. Hamma narsani saldingmi? Saldim aka. To'y boshlanishiga yarim soat vaqt bor edi bizga chiqqanimizda. Yaqinroqda edi to'y. Borib tushdik. Hamma narsani oldilar, tushirdilar. Tarni endi borib sahnaga borib qo'yadilar-ku. Endi aytib qo'yaman, shahidlarga aytib qo'yaman. Tarni ochib qo'yinglar, abu havoga moslashib tursin deb. Kelib turibdi, biza o'tirib. Usta dedi, futlarni ochiq, tar yo'q dedi-da. Tar uyda qolib ketibdi. Bala ish buyur, izindan o'zing yugur degan gap taşı. Bir kuni Velim aytdim Qashqadaryo to'yga ketmadim aytdim. bir kuni shunday bo'ldi. Qahramoning sabir bilasizlar, yani qalbim gavhari degan ko'rsatuvni chiqarib bir vaqtlarida. Bir yaxshi ko'rsatuv bo'lib chiqdi o'da ko'pchilik. Endi shunday bir talentlilarni chiqaradi o'yda, endi bir imkoniyat cheklanganligi, talentli odamlarda. O'zi Ochilbegan ham chiqdi o'da, Matchonov, yana bizlar ham chiqdi. Shuni chiqdi, ko'p oylandi-da televideniyadan. Zo'r ko'rsatuv bo'ldi. Boshqa bo'ldi bir san'atkor jo'ralar aytdi ama dedi, Jolana dedi bir zo'r oldi ko'rsatuvingiz dedi. Siz dedi, o'sha 1 yillik reklamani qilib tashladingiz dedi. Chiqoladi bir aytdim, sen ham gaplashib beringmi dedim-da endi. Uni chiqoladi ekan dedi. Ishlar savobit dedim. Necha so'm berdingiz dedi. Pul berilmaydi ama o'zi dedim, shulayna chiqalasam o efirga dedim. Yo'q dedi, hayratlandı o. Gaplashib bering, bu tertiblari bor, xizmati yo'qmi axir? Yo'q dedim, to'g'ri, netaversan dedim. Necha bo'ladi dedi, qani aytdim yo'l yo'rag'in dedi. Shuni aytdim, shu dedim, ikki ko'zing o'yib beraman, bar chiqib o'tiraversan shularni ammat dedim. O'da imkoniyat cheklangan odamlar chiqadi yerga bordim. Men aytdim, shuni aytib berdim-da. Shu dedim, ikki ko'zing o'yib beraman, bar chiqib o'tiraman. Keyin bizga ham aytmabsan deb yana bir yerda aytdi-da, bizlarga ham aytmabsan. Bizlar ham dedi, savol javob etib o'tirardik shu yerda. Men aytdim, bu oxirima dedim, indiki safaram dedim, aytaman dedim, indiki safar tez chiqajaqman. Yo'q, yana chiqajaqmisan dedi. O indiki safar garang bo'lib chiqajaqman, shunda aytaman sana dedim. Shunday voqealar ham bo'lgan. Hazil gurunglarda bu o'zi san'atkorlar ichida o'tadigan hazillashadigan gaplar bor. Xalqning xizmatida, bu xalqning xizmatini qilish oson emas. Chunki avvalla Otajon Xudoga shukr, Bomurod Hamdamov ustozlarning qo'shig'ini eshitish uchun odamlar to'ya aytilmasam borganda, banda turib hech narsa yemin san'atga tashna bo'lganda, tomoshabin deb, tomoshabin bo'lgan. Men ham bir yosh vaqtimda Bomurod akani to'ydan borganman. Yosh vaqtimda u vaqtda mikrofon Bomurod akani bir to'ydan borganmiz yosh vaqtimizda, lekin bizlarga aytilmagan, yosh bolamiz shu vaqtlarda. Yaqinda bir odamni gurungini eshitib qoldim-da, endi bir saviyali, bir tushunchali odam Instagramdan shunday rolik chiqaribdi. To'ychalar dedi, shunchalim xarajat etadi, shunchalim hamma narsa dasturxonda yo'q narsani o'zi yo'q dedi. Dasturxonga umuman gap yo'q dedi. Lekin shunchalim xardiq chiqarib ketganga yarasha bir madaniy xardiq beradigan bir san'atkorni to'g'ri tanlab bilmaydilar deydi-da. Oddiygina bir DJ'lar bilan yoki bir muzikalar bilan o'tib turibdi. Bu narsaga katta e'tibor qaratmasa bo'lmaydi degan bir fikrlar aytib o'tib ketdi. Men ham qo'shildim-da, hozir yana bizlarga shu yilimizda sun'iy intellekt bizlarni muzika sohasiga ham kirib keldi. Bu narsa agar bu narsadan ozgina saqlanmaydigan bo'lsak, bu bizlarda o'zbek san'atimizda, nafaqat o'zbek san'ati, balki butun dunyo san'atida bir fojia bo'ladi-da bu. Parakandalik. Va bu narsa o'zi haqiqiy bilan falshifkani ajratib bo'lmay qoldi. Kerak bo'lsa, o'zlarimiz muzikantlar ajratib bilmay turibmiz ko'pisini. Bu
indi halkni oylap görürsüz. Men şu narsaga bir jiddiy yondashish kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa san'atimiz dim cho'kib ketadi bizlarda. İcat shunday narsa-da, ijodda hattoki bu yozuvchi bo'lama, ijrochi bo'lama, hattoki bir hazilinde ham tarbiya bo'lish kerak-da. Hazil bir she'r yoziladi bo'lmasa, ya bo'lmasa shunday bo'lsa, hazilda ham tarbiya bo'lish kerak insonda, tarbiya. Men Quvondiqqa ko'p maslahatlashamiz. Evvelden o'zingni ashulaң bo'lsin deb aytib qo'ydim-da. Doğru gap. O'zing, chunki senda baza bor deyman. Doğru gap. To'g'ri, ustozlarda ashulasini ijro qilgan yaxshi. Ustozlarda ashularni ijro qilishda hamma istaydi uni. Lekin o'zingda baza bor, o'zingda ijod qilib bilasan. Mana she'rni yozaman, ijodni qil, birgalikda hamkorlik, buni nima deydi, birgalikda maslahatlashib bir narsa chiqarib. Bizlarda boshqa birovlarda bo'lmagan imkoniyatlar bor. Katta. İmkanı o'zimizda studiya bor, yozamiz, o'zimiz muzikantmiz, o'zimiz she'r yozamiz, o'zimiz ijro qilamiz. Bizlarda imkoniyat katta. Shu imkoniyatdan foydalanaylik. Aranjirovka masalalar ham hammasi bitadi shu yerdan. MP3 chiqib ketadi. Hamma narsa endi aytacağım shu ijoding, seni ijodingni birovlar so'rasin. Sen Quvondiq Otajonovni falan ashulasini aytib ber. Bizlarga deb so'rasizlar. Ana Xudoga shukr, endi shu narsa ro'yobga chiqib, bu narsalar ro'yobga chiqyapti. Astan buni ijodimiz ko'zga ko'rinib, yozgan, ijro qilgan narsalarimiz xalqqa manzur bo'lib, yaxshi bir fikrlar eshitib turibmiz, yaxshi gaplar eshitib turibmiz. Endi bu yoqda ham endi mahkam turib, shu ijodni davom ettirish kerak. Endi aytaman, endi ustozlarni ashulasini so'rasa ijro qil. So'ragan joyda. Endi shunday voqealar ham bo'ldiki, endi ustozlarni ashulasini aytchaq vaqti aytganlar. Bu ustozlarni ashulasini boshqa birovlar ham so'rasak aytib beraveradi. Bu yerda men zo'r etib aytsam ham ber ularni xalqqa ular manzur bo'lib bo'lganda u ber. Tayyor. Endi deyman, o'zing xalqni shunday qoyil qildir. Shunday ashula qilib qoyil qildir. Her bir yazılgan narsada, her bir ashulani yozilganida o'zining bir tarixi bo'ladi-da. O ashulani o'zi ustozlar qaylatib qo'ygan uni. Qaylatgan. Xalqqa manzur bo'lib turgan ashulalardan birisi, masalan, Nolana vermang degan ashulani yozib berdim Quvondiqqa. O'zi ham yaxshi ijro qildi, yaxshi bir yo'lga tushdi. Endi bu ashularni yozilishlikdan sebep inson her qanday vaziyatda nolimaslik kerak. Nolimaslik kerak, chunki elhamdülillah yurtimiz tinch. Yurtimiz tinch, musaffa. Endi shundan kelib chiqqan holda yozdim bu narsani-da. Motivatsiya shundan. Gap yo'q. Zo'r yozilishdan gap yo'q. Qaramni, gaha undoq, gaha bundoq bu hayot. Kimler sabr qilar, kimlerdir feryat. Sabrli qul bara bo'lar shod, Xudo bergan kunini nolana vermang. Zo'r. Shu deb yozdik bu narsani-da. Xudo degan bandaga Xudo o'zi yor. Noshkurlik eylagan asli ko'ngli tor, bitta ko'zing ko'r bo'lsa, ikkinchisi bor. Noshkurlik eylagan nolana vermang. Haqiqatan ham insonda har qanday vaziyatdan nolimaslik kerak. Bu aslında tinchlikning o'zi ham eng katta ne'mat. Ne'matlarning eng kattasi tinchlik ne'mati asli. Tinchlik bo'lmasa har qanday boylig'ing bo'lsa ham har qanday bir ne'mat totmaydi buni yanında. To'g'ri. Sog'lik, tinchlik. O'zi bu dunyoga kelganingiz katta ne'mat. Bu ham o'sin bu tinchlik yurtimizni mana to'lin hozir dasturxonlar shunday bir to'ylar shunday bo'lib turibdiki, shu joy yo'q narsalarni qo'yisha, hammasi shu bir tinchlik bor edi, baraka bo'ladi. Shu masalan davlatimiz ham, bizning yurtimiz ham gap yo'q. Endi hozir rivojlanish bo'lib turibdi. Endi zo'r giring bo'lib turibdi. Xudo xolasa endi Quvondiqdan
bir yaxshi bir hozir Javlonbekning yozgan nasihat yo'lidan bir qo'shiq tinglasakda yana guring davom qilaveradi. Xudo xolasa. Gaha unday gaha unday bu hayat. Kimler sabır kılar, kimlerdir feryat. Gaha unday gaha unday bu hayat. Kimler sabır kılar, kimlerdir feryat. Sabırlı kul bana bular şart. Xudo bergen gününe nalına vermeyin. Nalına vermeyin. Nalına vermeyin. Şükür kılın Xudoga nalına vermeyin. Xudo degen ben degen Xudo o'zi yar. Naşkürlük eylegen asli ko'ngli tar. Xudo degen ben degen Xudo o'zi yar. Naşkürlük eylegen asli ko'ngli tar. De gözün kör bulsa ikincisi var. Naşkürlük eyle bana nalına vermen. Nalına vermen. Nalına vermen. Şükür kılın Xudoga nalına vermen. Rızkı nasip eyle, izlep çaparsan. Dertlerini hasret bilen yaparsın. Rızkı nasip eyle, izlep çaparsan. Dertlerini hasret bilen yaparsın. Başın aman olsan topu taparsan ey. Xudo bergen gününe nalına vermeyin. Nalına vermeyin. Nalına vermeyin. Şükür kılın Xudoga nalına vermeyin. Kimler ulav alıp mana sen dedi. Kimler ayağımdan yürürsem dedi. Kimler bu dünyanı görürsem dedi. Naşkürlük ey Rabbim nalına verme. Kimlerin yurtida ahvalı yaman. Bugün yaşayıptı ertesi güman. Kimlerin yurtida ahvalı yaman. Bugün yaşayıptı ertesi güman. Haturcan yaşayımız tinç Özbekistan. Şundayın tinç zamanı nalına vermeyin.
mazasından. Allah subhanahu taala xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik, to'ylar ko'p bo'lsin. Mabodo bir to'yga yo'lda chiqsak, aytsangiz kelamiz xudo xolasa. Bir chetda o'tirib tabriklab ketish hammamizga nasib etsin. Sizlarga ijodiy parvozlar tilayman. Xudo xolasa. Qadrli san'at shaydolari, mana biz bugun Yangi bozor tumanida Qalandar Do'rmon qishlog'ida Otajonovlar oilasida bugun hozir biz mehmon bo'ldik. Shu g'oyibona mehmon ko'rsatuvini ilk qatnashishda mana aka-uka Javlon va Bek Quvondik Otajonovlar bilan hamsuhbat bo'lib mana Quvondik ukamizni san'atidan bahramand bo'lasizlar, xudo xolasa. Bizlar shu guruhimiz nomidan mana shu oilaga muborak ro'za Ramazon oyida ko'p baraka, osoyishtalik, mudom shu xonadona to'ya yemak hammaga nasib etsin. Qadrli bizani ko'rib o'tirgan muxlislarimiz, xudo xolasa kommentarlarda fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Mana shu YouTube kanalidan Saburjon Studio 61 nimasi bo'yicha ketadi. Xudo xolasa mana shu ko'rsatuvimiz. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xudo xolasa fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Albatta biz shunga qarab ko'rsatuvlarni tayyorlab boramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bitta bana topilmay yurdik, lekin hammasi 100% chiqib ketdi Mansur. Bizi ben Javlonbekni Siz ko'p o'tib ketgansiz-da. biz bana tiktoyin bilan geldik. Shavat Marks bormi? Shavat Marks. Şuradan kirib keladigan yo'l bor, Yangi bozor degan yo'l. Bu aytdi lekin shundan Şuradan kirib kelsangiz, bu yoqqa o'zi 6-7 kilometr bo'lsa, Gullenga chiqib, bu yoqdan. Hozir biz endi oldik chiqamizdan bana qarab 30 kilometr uzoq.